Assalomu alaykum azizlar. Ko'pchilik tez angina bo'ladi yoki bo'lmasa surunkali tonzillit bo'ladi, bodamcha bezida yiringlar, probkalar yig'ilib qoladi. Ayrim bemorlarda mana shu surunkali tonzillit boshqa a'zolarga ta'sir qilgan bo'ladi, revmatizmga olib kelgan bo'ladi yoki bo'lmasa yurakka ta'sir qilgan bo'ladi. Ayrim bemorlarda surunkali tonzillit og'izdan hid kelishiga sabab bo'ladi va buni hammasida bodamcha bezi olib tashlanadi, ya'ni operatsiya qilinadi. Bu operatsiyaning nomi tonzillektomiya deyiladi. Hozirga kelib tonzillektomiyaning 3 ta asosiy turi bor. Shu rolik davomida shu 3 ta turini qaysi biri zo'r, nima bir-biri bilan nimasi bilan farq qiladi, bemorga qaysi biri yaxshi, vrachga qaysi biri yaxshi, shu haqida gaplashamiz. Eslatib o'tmoqchiman, agar burundan nafas olishingiz qiyin bo'lsa yoki bo'lmasa xurrak o'tsangiz yoki tez angina joyingizga tekkan bo'lsa operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz yoki tez gaymarit bo'layotgan bo'lsangiz operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz yoki rinoplastika qildirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni burningizni shakli o'zingizga yoqmasa, quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib maslahatimga bemalol kelishingiz mumkin. Demak, boshladik. Demak, tonzillektomiya operatsiyasi bu bodamcha bezini olib tashlash operatsiyasi hisoblanadi. Ya'ni xalq tiliga aytganda anginani olib tashlash operatsiyasi deyiladi. Bu anginani olib tashlash usulini hozirda O'zbekistonda, butun dunyoda ham 3 ta usuli mavjud. Birinchi bu usuli bu traditsion klassik usul hisoblanadi. Buni operatsiyani biz 10 yillar oldin qilganmiz. Eski Toshkentda ishlab yurgan vaqtimiz. Bu qanday usul hisoblanadi? Bu skalpel yordamida yana bodamcha bezini raspatori yordamida, qaychilar yordamida qilinadigan operatsiya hisoblanadi. Ikkinchi turi bu radio to'lqin yordamida yoki bo'lmasa oddiy bipolyar koagulyator yordamida qilinadigan operatsiya hisoblanadi. Bunda koagulyator yordamida ham to'qima ajratiladi, ham bir yo'la shu qonagan qon tomirlar kuydirib boriladi. Va uchinchisi bu kablator operatsiyasi yordamida холодно-plazменный kablatsiya deyiladi. Uchinchi usuli bu hisoblanadi. Endi ushbu rolik davomida mana shu 3 ta usulni qanaqa qilinadi, bir-biridan nima farqi bor, qanday ustunlik tomoni bor gaplashamiz. Birinchisi klassik usul. Bu usul bu juda ham avvaldan qo'llanilgan usul. Yoshdagilar, mendan ham yosh katta 50 yoshga kirganlar yoki bo'lmasa men qatori 40 yoshga kirganlar buni juda ham yaxshi biladi. Agar operatsiya qildirgan bo'lsa, bu avval sir davrida juda ham ko'p qilingan, angina bo'lgan hamma bemor anginasi olib tashlangan. Bu qanaqa qilingan? Bemor mahalliy og'riqsizlantirishda bo'lingan, ukol qilingandan keyin qaychi yordamida yoki bo'lmasa skalpel yordamida bir qismi kesib, keyin tupoy usulda ajratib olingan bodamcha bezi va qilingan. Buni asosiy minus taraflari quyidagilardan iborat. Minus tarafi bu operatsiya vaqtida juda ham ko'p qon ketishi. Men eslayman, operatsiya qilgan vaqtimda ayrim bemorlarda bir latok qon ham tushardi operatsiya vaqtida. Endi suvlarga qoni aralashib bir latokgacha qon tushardi. Ikkinchisi usuli operatsiya vaqti bemorni mahalliy og'riqsizlantirishda qilinardi. Chunki narkoz ostida klassik usulda qilinsa, mushaklar bo'shashgan bo'ladi va qon tomirlari bo'shashgan bo'ladi, juda ham ko'p qon ketib qoladi va bu mahalliy og'riqsizlantirishda qilish kerak. Mahalliy og'riqsizlanishda bemor hamma narsasini o'zi ko'rib turadi, sezib turadi va bemorda juda ham katta stressga olib kelishi mumkin. Va operatsiyadan keyin eng ko'p qon ketish asorati, ya'ni 6-7% gacha qon ketish asorati ushbu operatsiyada kuzatiladi. Ya'ni traditsion eski usulda deymiz, qo'pol qilib aytadiganda bu usulda kuzatiladi. Lekin eng og'riq kam bo'ladigan operatsiya vaqti emas, operatsiyadan keyin og'riq kam bo'ladigan turi ham shu hisoblanadi. Nima uchun og'riq nisbatan kamroq bo'ladi operatsiyadan keyin? Chunki bunda hech qanaqa termik kuyish kuzatilmaydi. Chunki bunda faqat kesib olingan bo'ladi. Ko'p qonaydi, lekin bitishi nisbatan tezroq bo'ladi-yu, lekin og'riq kamroq bo'ladi. Lekin bu usul bilan hozir balki viloyatlarda, ayrim joylarda
foydalanadilar, lekin deyarli hech kim bu chista klassik usuldan foydalanmaydi. Viloyatlardan tashqari, balkim ayrim viloyatlarda qo'llanilar, eshitib qolamiz, shuning uchun aytyapman. Bu usulni qildirish ma'qulmi? Bu usulni qildirmagan ma'qul. Chunki juda ham qon ko'p ketadi, yana mesnida qilinadi, hamma o'zini ko'rib turadi. Va asoratlari juda ham ko'p hisoblanadi. Shuning uchun bu usulni qilinmaydi. Ikkinchi usul bu bipolyar koagulyator yordamida tanzilektomiya operatsiyasi hisoblanadi. Bu ham zamonaviy oxirgi 5-6 yil deyish mumkin qilinayotgan operatsiya O'zbekistonda, lekin chet ellarda bir 10 yilcha oldin qilingan. Endi bunda nima qilinadi? Bipolyar koagulyator yordamida bodamchi bezini atrofida to'qimalari ham koagulyatsiya qilinadi, ham ajratib olinadi. Operatsiya juda ham tez tugaydi. Birinchi klassik tipdagi operatsiyadan ham tez tugaydi. Operatsiyada deyarli qonamaydi, deyarli operatsiya qonash bo'lmaydi. Faqat minus tarafi operatsiyadan keyin ko'proq vaqt og'rib turadi. Nima uchun ko'proq og'riydi? Chunki operatsiya vaqtida ham mexanik olinadi, ham termik kuyish kuzatiladi. Chunki 200-150 gradusgacha bipolyar koagulyator qizdiradi va bu to'qimani kuydiradi. Ya'ni chunki elektrokoagulyator koagulyatsiya qilib qon tomirlarida kuydirgani uchun bu albatta og'riqqa va sekinroq bitishiga olib keladi. Lekin eng asorat bo'yicha nisbatan kam, ya'ni birinchi traditsion usulimizdan ham kamroq qonaydi. Kamroq og'riydi. Ko'proq og'riydi, kamroq qonaydi. Yo uchinchi usulimizni ko'radigan bo'lsak, bu kablatsiya qilish, ya'ni kablator apparat bilan ablatsiya deyiladi, qilish usuli hisoblanadi. Bu eng O'zbekistonda eng yangi qo'llanayotgan usul hisoblanadi, lekin chet ellarda bu uzoq avvaldan qo'llanib kelingan. Men o'zim 2016-yil даже Amerikada emas, 2016-yil Rossiyada malaka oshirishga borganimda o'sha men borgan klinikalarda shu kablator yordamida qilinardi. Bu o'zi apparat, amerikanskiy apparat. Demak, Amerikada juda balkim 20 yillardan beri qilinayotgan bo'lishi mumkin. Shu bizga endi yetib keldi. Balkim 10 yildir. Aniqini bilmayman, shuning uchun xato qilmaslik uchun taxmin aytdim. Endi bu qanaqa usul? Bu maxsus apparat bo'ladi. Bu maxsus apparat yordamida qilinadi. Bunda to'qimalar atrofidagi fizrastvor yordamida, plazma yordamida to'qimalar darajasida ajratiladi. Bunda termik kuyish bo'lmaydi, ya'ni bunda yuqori harorat bo'lmaydi, past harorat ishlatiladi va bunda ham boshqalardan nisbatan umuman qonamaydi. Bu usulni biz hozir qo'llab kelyapmiz qanchadan beri, umuman operatsiya vaqti qonamaydi. Operatsiyadan keyin ham birinchi va ikkinchi turdagiga nisbatan qonash kam kuzatiladi. Og'riqqa keladigan bo'lsak, bu uchinchi usul og'riq bo'yicha ham birinchi va ikkinchiga nisbatan kamroq kuzatiladi operatsiyadan keyin. Bu juda ham minus tarafi nimada? Minus tarafi apparat, qimmat apparat hisoblanadi va uni nakonechnigi bo'ladi. U nakonechnik tez kuyib qolaveradi. O'shaning uchun bu qimmatga tushadigan operatsiya hisoblanadi. Именно bemorga qimmatroqqa tushadi, lekin eng zamonaviy butun dunyoda ishlatiladigan shu usuli shu hisoblanadi. Ya'ni kablator apparat yordamida tozalektomiya. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsam, 3 ta usulidan eng yaxshi usuli kablator yordamida tozalektomiya hisoblanadi, lekin eng qimmati ham shu bo'ladi. Ikkinchisi koagulyator, elektrokoagulyator, bipolyar koagulyator bo'yicha qilinuvchi eng byudjetniy variant va eng asoratga kam uchraydigan operatsiya hisoblanadi. Ya'ni ikkinchi usul. Birinchi usuli, ya'ni klassik usul hozir deyarli qo'llanilmaydi. Agar qo'llayotgan bo'lsa ham uni qildirmaganingiz ma'qul. Asosan aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. Agar sizda bodamchi bez bilan muammo bo'lsa, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilib maslahatimni keling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang.